Bugun sizlarga tahajjud namozi mani hayotimni qanaqa darajada o'zgartirib yuborganligi haqida hikoya qilib bermoqchiman. O'ylaymanki, tahajjudga turishni xohlayotgan, lekin turolmayotgan opa-singillarimizga bu videoyim albatta motivatsiya bo'ladi. Albatta oxirigacha ko'ring, o'zimni hayotimdagi xulosalarim va tahajjud namozini qanday o'qiganligimni bosqichma-bosqich sizlarga aytib beraman. Assalomu alaykum, mani ismim Yulduz, yoshim 31 da, oliy ma'lumotli uy bekasiman. Bugun mani hikoyam ekan. Sizlarga shuni aytishim kerakki, tahajjud bilan bog'liq, ya'ni hayotimning ikkita qismi bo'ladigan bo'lsa, ya'ni men tahajjudni topganlik paytim, ya'ni mani o'zgarishim, mani qadriyatlarim o'zgarishi, mani fe'l-atvorim, mani xulqim o'zgarishi bilan uzviy bog'liqdir. Ya'ni ilgari o'zimni musulmon deb hisoblagan bo'lsam, lekin aynan menda ko'proq taqlidchilik kuchli bo'lgan. Ya'ni mani ota-onam musulmon deb hisoblaydi, mani atrofimdagi insonlar o'zini musulmon deb hisoblaydi va shuning uchun men musulmonman degan menda shunaqa taqlidiy ko'rinishdagi bir hayot tarzi bor edi va unda taqlidiyda man islomga to'laqonli amal qilmasdim. Ya'ni hozir ham o'zim 100% amal qiluvchilardan deb hisoblamayman. Kamchiliklar bor, lekin Allohning buyruqlariga ya'ni so'zsiz itoat qilishlik kerak degan, hatto o'zimda kamchiliklar bo'lsa ham, lekin baribir Alloh taoloning buyruqlariga itoat qilish kerak degan tushuncha bor. Ilgari unaqa bo'lmagan. Ilgari misol uchun nimaga 5 vaqt namoz o'qish kerak, odamlarga bu narsa qiyin-ku, yoki bo'lmasam Ramazonda ro'za tutishlik bo'ladigan bo'lsa, ro'za qiynaydi-ku odamni, ochlik-ku bu, ochlik insonga qanday foyda berishi mumkin? Ya'ni ichimda bir e'tirozlar bor edi. Bu endi ilmsizlik oqibatida albatta. Va qachonki men qalbim islomga ochilgandan keyin o'zimni ana shu paytim men o'zimni musulmon deb hisoblayman. Ya'ni men o'zimni haqiqatda islomni qabul qilgan inson deb bilaman. O'sha vaqtda menda o'zgarish bo'lgan. Ya'ni bu ham o'zida katta bir hikoyani, o'ziga yarasha baland pastliklarni o'z ichiga oladi, lekin bugungi hikoyam faqatgina tahajjud haqida. Shunchaki umumiy kartina qanaqa bo'lganligini tushunishinglar uchun sizlarga aytib beryapman. Men o'zgardim. Ya'ni bitta insonni o'zgarishi shu qadar bo'ladi. Ya'ni bir kunda, bu narsa bir kunda bo'lib ketgan. Ya'ni meni tushunchalarim, meni fikrlarim, men haqiqat deb o'ylagan, ya'ni o'sha yoshimgacha men haqiqat deb o'ylagan narsalar aslida haqiqat emasligi, balki sarob ekanligini anglagan zahotim men eski hayot tarzimni butkul tashlab yangi bir hayotga qadam qo'ygan davrim. Va bu narsa butun meni oilamda katta bir shok holatni keltirgan. Ya'ni ular hayron bo'lishgan, nafaqat oilam, qo'ni-qo'shnilarim, yaqinlarim, dugonalarim shok holatga kelishgan, chunki ular uchun kutilmagan voqea bo'lgan. Hattoki keyinchalik o'sha Islom universitetiga borganimda ustozlarim meni tanimagan. Mendan bunaqa o'zgarish sodir bo'lishini ular kutishmagan. Men o'zimdan o'zim ham kutmagandim, lekin hech qachon demaslik kerak ekan. Demak, biz hayotimizda Alloh bizga nimalar tayyorlab qo'yganini biz bilmas ekanmiz va endi aytmoqchimanki, sizlarga umumiy kartina, demak, umuman boshqa bir hayotda yashayotgan qiz tubdan hayotini bir kunda o'zgartiradi va endi men o'zgardim va men aytdimki, men endi Islom universitetiga qaytib borishim kerak. Ustozlarim oldiga qaytib borib, ularni etaklarini mahkam tutib, endi ilmni yaxshilab o'rganib, harakat qilishim kerak deb o'zimga ahd qildim. Magistraturaga diplomlar topshirilish vaqti yaqinlashyapti. Men tayyorlandim. Namozlarimda Allohdan so'radim. Allohim, endi men kontrakt o'ringa harakat qilyapman, chunki budjet o'rin yo'q. Bitta 3 ta o'rin bor. 3 ta o'rin uchalasi ham kontrakt. Bitta budjet o'rinda o'sha paytda o'sha Imom Buxoriy stipendianti Imom Buxoriy stipendianti olgan edilar. Men kontrakt uchun harakat qilayotgandim. Allohim,
duolarimda mustahkamman. Allohim menga shu joyni nasib qilgin, men yana o'qishimga qaytib boray, ustozlarimni etaklarini mahkam tutay deb duolar qildim. Imtihonga kirdim. Imtihonda o'sha vaqtda shunaqa ediki, standart birinchi imtihondan agar o'tolmasa, 5 ta imtihon topshirilardi. Birinchi imtihondan o'tolmagan talaba avtomatik ravishda ikkinchi, uchinchi, to'rtinchi, beshinchi haqida so'z ham bo'lishi mumkin emas, imtihonga qo'yilmaydi. Ya'ni 50% dan to'plagan ballarni umumiy foizi 50% dan oshishi kerak. Shunda u ikkinchi etapga o'ta oladi. Test berildi, yoziladigan yozma ishlar ham berildi. Taxminim bo'yicha mani hisobimda men 50% dan oshirdim. 54, 53% bo'lsa kerak mendagi balim deb o'yladim. Lekin shunaqa bo'ldiki, menga telefon qilishdi, imtihon topshirdik. Taxminan bir 6 soat, 7 soatdan keyin telefon bo'ldi. Siz birinchi imtihondan o'ta olmadingiz. Sizni yig'gan ballingiz 30% ko'rsatadi deyishdi. Apellyatsiyaga bermoqchi bo'ldim, lekin bundan hech qanaqa bir naf yo'qligini bilib, apellyatsiyaga berish qaroridan qaytdim. Demak, bu narsa, demak, bu meni rizqim emas ekan degan fikrga keldim. Lekin shu joyda bitta joy bor, ya'ni nuqta shuki, menga telefon bo'ldi, siz kira olmadingiz dedi va shu joyda shu bir soniyalarda bo'layotgan narsa meni shayton vasvasa qilishni boshladi. Qara, sen Alloh uchun o'zgarding-ku. Sen Alloh uchun butun hayotingni, oldingi hayotingni tark qilding-ku. Qara, senga bitta shu kontrakt joyida bermadi-ya, seni shu duoyini ijobat qilmadi-ya deb shunaqa shayton meni vasvasa qilishni boshladi. Ya'ni bu soniyalarda bo'layotgan narsa. Shunda srazu, ya'ni birdan esladim, Alloh taoloning Qur'onda bir oyati bor, ya'ni Alloh aytadiki, ular iymon keltirdim deganlaridan keyin ularni sinamasdan qo'ymasmizmi? Albatta sinaymiz degan bir oyat. Ya'ni buni tafsirida ham Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf rahmatulloh, Alloh rahmatlariga olgan bo'lsin. Ya'ni ular tafsirlarda aytadilarki, har iymon keltirgan insonni Alloh shunchaki iymonni qabul qilmaydi, balki unga sinovlar yuboradi. Ana shu sinovlarda u qanaqa, ya'ni shu mazmunda bo'lgan, qanaqa turib bera olishi, ya'ni guruchni kurmakdan ajratgani kabi Alloh ularni iymonlarini guruchni o'sha kurmakdan ajratgan kabi ajratadi degan o'sha tafsirda shunaqa yozilgan edi va menda shunaqa o'sha vasvasaga javoban shu oyat keldi miyamdan, bir chaqnadi bu narsa. To'xta dedim shaytonga. Ichimda o'sha vasvasa qilayotgan yo nafsim yoki shayton o'sha meni vasvasa qilayotgan bir nimaga aytdimki, ovozga, sen meni qancha vasvasa qilgin, men shuncha Alloh tomon qadam bosaman va uni etagini shuncha mahkam tutaman. Demak, bu vaqt, bu joy men uchun, bu yil men uchun xayrli bo'lmagan. Menga nima xayrli ekanligini faqat Alloh biladi dedim. Qalbimda rozilik bilan, rizolik bilan o'zimni shahrimga qaytib ketdim. Va o'sha yil oilamizda bir mahzunlik yili bo'ldi, sababi ukam o'qishga kira olmadi, men kira olmadim. Lekin hali turmushga chiqish niyatim yo'q, uydagilarni ham turmushga berish niyatlari yo'q. 23-24 yosh atrofidaman. Otam u payt Amerikada edilar. Keyin ingliz tili o'qidim, 4 oy shug'ullandim. Men uchun 5-5,5 ball olsam yetadi degan tushuncha bo'lganmi. Xullas 4 oy shug'ullandim, juda ham qisqa muddat. 4 oy shug'ullanib, 5,5 o'sha paytda darajani oldim. Yana yoz keldi, oradan yana 1 yil o'tyapti. Shunaqa tezlik bilan o'tdi va yana tayyorlandim, yana unga islomga qaytib boraman degan menda ahd bor. Lekin bu vaqtda menga qandaydir istixora qilish nimasi tushdi. Tashvishimi yoki istixora qilish ko'nglimga tushdi. Keyin men yo Islom universitetida yo Sharqshunoslik universitetida deb istixora qilib ko'raychi, qaysi biri men uchun xayrli. Lekin meni o'zimni ahdim, o'zimni niyatim Islom universiteti Sharqshunoslikka hech ham borish niyatim yo'q.
lekin istixora o'qish davomida qalbim sharqshunoslik universitetiga iliy boshladi va dokumentlarimni topshiradigan kun oxirgi kunida 30 iyullarida, ya'ni oxirgi dokument topshirishda oxirgi kuni borib sharqshunoslik universitetiga topshirdim va o'sha dokument topshirishdan bir kun oldin man telefonda bitta voqeani o'qib qoldim. Bu voqea tahajjud namozi bilan bog'liq edi. Ya'ni u joyda aytilishicha bitta oilani 15 yil farzandi bo'lmaydi. Ya'ni bu oila 15 yildan beri farzandsizlikdan qiynalar ekan. Bir kun o'sha oilani erkagi xafa bo'lib, mahzun bo'lib, masjidda o'tirgan ekan, imom kelib so'rar ekanlar, ya'ni senga nima bo'ldi, nimaga mahzunsan deb so'rasalar, u odam aytar ekanki, mana shuncha yildan beri bizda farzand yo'q, bormagan doktorim, tabibim qolmadi deb haligi odam xomush aytar ekan. Shunda imom aytar ekanlarki, men senga bir narsani o'rgataman, sen buni qilasanmi derkanlar. Shunda albatta deb haligi odam javob berar ekan. Shunda imom aytar ekanlarki, bomdod namozidan 1 soat oldin turasan va ayoling bilan qilasan. Yarim soat tahajjud namozi o'qiysizlar, yarim soat to bomdodga azon aytilgunga qadar istig'for aytib o'tirasizlar o'sha o'tirgan joylaringda deb aytar ekanlar va buni bardavom qilasan deb aytar ekanlar. Va haligi odam xursand bo'lib borib ayoliga aytar ekan, ayoli bilan birgalikda o'sha kundan boshlab bardavom tahajjudga turishni boshlashar ekan. Ya'ni bomdoddan 1 soat oldin turishar ekan, yarim soat birgalikda tahajjud o'qishar ekan va o'qib bo'lganlaridan keyin yarim soat istig'for aytib to bomdodga azon aytilgunga qadar istig'for aytib o'tirishar ekan. Va Allohning qudrati bilan haligi ayolda tahajjud namozlarini 15-kunida homila paydo bo'lar ekan. Va men bu bo'lgan voqea, buni post qilib chiqarganda bir kanal egasi, u payt kanallar ham ko'p bo'lmagan, Qur'on.uz, Islom.uz degan kanallar bo'lardi. Aynan men shu kanallardan qaysi biridadir o'qigandim. Va buni o'qiganimdan keyin men ham tahajjud o'qishim kerak degan qarorga keldim. Men dokumentlarimni o'sha qalbim sharqshunoslikka ilib bo'ldi, dokumentlarimni sharqshunoslikka topshirdim. Menda ikkinchi уже men topshiradigan yerim 2 ta imtihon bo'ladigan bo'lib qoldi. Birinchisi yozma, ikkinchisi ingliz tilida. Menda 5/5 daraja bor va menga 100% ball qo'yib beriladi. O'sha paytda bitta men IELTS topshirgan bo'lganman. Qolgan topshirgan o'quvchilarda IELTS ball yo'q. Topshirdim va bu hikoyani yana bitta inson bilan bo'lishdim. Ular meni ingliz tilidan ustozim bo'lganlar. Ularga aytib berdim, Farg'onaga qaytishim kerak, meni shofyorim kelgunlarigacha ustozim bilan ko'rishdik. Ular hali turmushga chiqmagandilar, yoshlari 30dan o'tganmidilar. Aniq eslolmayman, lekin yoshlari 30-31 yoshlar atrofida edilar. Ya'ni juda ham iymonli, taqvoli opa, rosayam aqlli, lekin o'zlariga mos juft chiqmayapti. Men bu voqeani ular bilan bo'lishdim. Qarang, opa dedim, ismlarini aytmayman. Men bitta voqea o'qidim. Mana shunaqa bo'lgan ekan haligi ayolda, haligi oilada. Keling shu narsani birga qilamiz. Men sizni tahajjud vaqtiga uyg'otib qo'yaman yoki siz uyg'onsangiz turdim deb SMS tashab qo'ying. Men ham turdim deb SMS tashlayman. Birga o'qiymiz va bir-birimizni haqqimizga duo qilamiz, bardavom qilamiz shu narsani dedim. Biz bu narsaga kelishib oldik. Va boshladik. O'sha 1-avgustdan boshlab tahajjudni birga o'qiydigan bo'ldi. Ya'ni virtualda, ya'ni men bilaman, что ular telefonda uyg'otdim yoki ular meni uyg'otdilar, bilaman, ular qaysidir bir shaharda, qaysidir bir yerda, Allohning yerida ular meni haqqimga duo qilyaptilar. Men ham ularning haqqiga duo qilaman. 8-avgust kuni imtihonga kirishim kerak. Men 8-avgustgacha o'qigan tahajjudlarimda Allohdan nima so'radim? Allohim, menga 80 ball ber deyapman. Ya'ni o'yladimki, agar men 80 ball oladigan bo'lsam, birinchi imtihondan men aniq budjetga o'qishga kiraman. Endi o'sha paytda 2 ta budjet o'rin bor. Men endi kontraktga emas bu yil
Men endi budjetga harakat qilyapman. Men o'yladim, agar men 80 oladigan bo'lsam, men aniq budjetga kiraman. Lekin budjetni so'ramayapman. Allohim menga 80 ball ber, 80 ball ber, men 80 ball olay deb Allohdan tinmay duo qilib so'rayapman. Va 8-kuni imtihon topshirgan bo'lsak, 9-kuni javob chiqdi. Men 79 ball emas. Men 81 ball emas. Men 80 ball olgandim. Lekin o'sha joyda men xato qilganim, ya'ni men xato duo qilganimni tushunganman. Sababi mendan 5 ta o'quvchini balli baland edi. Ya'ni 90 ball olgan o'quvchilar ham, talabalar ham bor edi. Ularning diplom ballari ham menikidan yuqori edi. Men diplom ballarim unaqa yuqori bo'lmagan. Men 4chi bo'lganman. Ya'ni 5chi bo'lmaganman. Ya'ni diplom ballari 85, 86 ballik bo'lganlar ham bo'lganda, men shunda xato qilganimni tushundim va Allohdan yana duo qilishni boshladim. Allohim, men xato duo qildim. Menga aslida 80 ball emas, menga 2-o'rin budjetda bergin. Menga 1-o'rin ham emas, menga 2-o'rin budjetda bergin Allohim deb yana duo qilishni boshladim, toki umumiy ballar chiqqungacha. Endi tahajjud namozini qanaqa qilib o'qidingiz, qanaqa desanglar, men 1 soat 10 minut oldin, bomdoddan 1 soat 10 minut oldin tahajjudga turardim. 10 minut tahoratimga ketardi va menda to bomdodga qadar 1 soat vaqt bo'lardi. 1 soatni men 3 ta qismga bo'lgandim, 20 minutdan. 20 minut men tahajjud namozi o'qirdim. Ba'zida 8 rakat bo'lardi, ba'zida 10 rakat bo'lardi, ba'zida 4 rakat bo'lishi mumkin, suralarni uzaytiradigan bo'lsam. Ya'ni ana shu 20 minut davomida men tahajjud namozi o'qirdim. Birinchi 2 rakatni yengil boshlardim, qolganlarini suralarini uzoqroq qilardim yoki ko'proq qayta-qayta o'qirdim. Va 20 minut tahajjud namozi o'qirdim va 20 minut men sajdada duo qilardim. Bu sajdada duo qilishim sababi bandani Allohga eng yaqin bo'lgan vaqti uni sajdadagi holati. Ya'ni mana shu nimani o'qiganimda men shundan keyin sajdada turib duo qilardim. Men sajdaga borardim va menga Qur'oni Karimda bitta oyat juda ham o'sha vaqtda qalbimni tub-tubigacha yetib borgan edi. Ya'ni har bitta insonda bor. Ya'ni Qur'oni Karim hammasi, har bir oyati, har bir harfi aziz, lekin har bir musulmondan so'rasangiz, kimdir Yasinni yaxshi ko'radi, kimdir Baqarani yaxshi ko'radi, kimdir Ar-Rahmanni yaxshi ko'radi. Ya'ni hamma odamda qaysidir suraga boshqacha mehr bo'ladi. Menda bir oyatga mehrim juda ham boshqacha tushgandi. Ya'ni bu Baqara surasi 186-oyat. Uni tarjimasi: agar sendan bandalarim meni so'rasa, men ularga yaqinman deydi. Ya'ni Alloh taolo duo qilguvchiga duosini ijobat qilaman degan oyat. Ya'ni davomi ham bor. Ya'ni va iza sa'alaka deb boshlanadi. Agar bandalarim sendan meni so'rasa deb. Ya'ni bu joyda Alloh taolo duo qilguvchiga duosini ijobat qilaman degan va'dani beradi. Men o'zimni mana shu sajdaga borganimda astag'firullah deb o'sha oyatni o'qirdim. Oyatni o'qib o'zimni qalbimga tarjimasi bilan eslatardim. Ya'ni va iza sa'alaka deb turib o'sha eslatardim. Agar bandalarim sendan meni so'rasa deb o'sha tarjima, duo qilguvchiga duosini ijobat qilaman. Qalbimga eslatma berardim. Allohim sani duo qilsak ijobat qilaman degan va'dani beryapti deb qalbimga eslatma qilardim. Keyin Alloh taoloni maqtirdim. Robbim deb. Allohim, butun olamlarning egasi, sultonlarning sultoni, podshohlarning podshohi, Al-Malik egam, Al-Quddus egam, Ar-Rahman egam. Ey sabrlilarning sabrlisi, ey ijobat qilguvchilarning eng yaxshisi, vakil bo'lishlikka eng yaxshi zot bo'lgan Allohim, avval va oxir bo'lgan zot. Ehtiyojim, muhtojligim faqat senga deb Allohni shunaqa boshida maqtab, qalbimdan o'sha
maqtov so'zlari chiqadi. Hamma hamdlar, butun borliqdagi hamdlar yolg'iz senga bo'lsin deb maqtab payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, ularni ahli baytlariga, sahobai ikromlarga, o'sha birinchi o'sha payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamga, ahli baytlariga salot durudlar bo'lsin. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamgacha kelgan jamiki payg'ambarlaringga salomlaring bo'lsin, rahmatlaring bo'lsin, sahobai ikromlaringga, ulamolaringga, ana shu ilmni, ana shu islomni go'zal tarzda payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan qanday bo'lgan bo'lsa, mana shu kungacha shunday tarzda bizga yetkazib berayotgan ahli ulamolaringga rahmatlaring bo'lsin, o'zing gunohlarini mag'firat qilgin deb ularni ham haqlariga duo qilib, keyin duoyimni qilardim. Allohdan ikkinchi o'rinda o'sha Robbimdan yana ko'p duolar qilganman. Ana shu duolarimdan men uchun o'sha vaqtdagi eng muhimi o'sha ikkinchi o'rinda budjetga kirish va o'sha yerni men uchun xayrli qilishni so'rardim. Oradan 9-kuni birinchi imtihon bo'lgan bo'lsa, ikkinchi imtihonimiz bir 14-15 kunlarga bo'ldi. Tabiiyki men kirmayman, sababi menda daraja bor ingliz tilidan, menga 100% nimani qo'yib berishadi. Umidim uzganim yo'q. Allohdan ikkinchi o'rin budjetni so'rab duo qilyapman va 29-larga yaqin javob chiqqan, telefon qilishgan menga. Tabriklayman Yulduz deb, ha nima bo'ldi desam, siz ikkinchi o'rin budjetga kiribsiz deyishgan. Men uchun o'sha vaqt mo'jiza edi. Sababi men shok holatiga tushdim. Shok ham men qalbimda hamd tuyg'usi, shukr tuyg'usi, Allohimning mo'jizasini men o'sha vaqtda ko'rib, his qilib, boshimdan o'tkazib turgan vaqtim. Chunki birinchi imtihondan men 80 ball olganim bilan mendan 5 ta o'quvchini balli baland, aynan ana shu talabalarni diplom ballari ham baland. Meni o'sha vaqtda ballimni ikkinchi o'rin budjetga olib chiqib bergan narsa ingliz tilidagi darajam bo'lgan. Aynan ana shu talabalar imtihondan birinchi imtihondan baland olgan, diplom ballari baland bo'lgan talabalar aynan ikkinchi imtihondan yiqilishgan, ko'pi juda ham past ball olgan, shu bilan ular pastga tushib ketib qolgan bo'lgan. Va zudlik bilan o'sha ustozimga telefon qildim suyunchi olish uchun. Ustoz, opa, otlarini aytmayman. Men shunaqa magistraturaga ikkinchi o'rin budjetga kirdim, suyunchi bering desam, tabriklayman, rosa xursand bo'ldim deganlar. Keyin o'zingizda nima gaplar, nima bo'lyapti desam, Yulduz, yoshingiz ozgina katta bo'lib qolgandan keyin aytgani xijolat tortib qolar ekansiz deganlar. Keyin voy nimaga, nima bo'ldi desam, Xudo xohlasa inshaalloh 15 kundan keyin to'yim bo'ladi, kecha unashtirildim deganlar. Xuddi aytganlaridek 15-sentyabr kuni to'ylari bo'lgan. To'ylaridan keyin gaplashganimizda, opa, shunaqa, qanaqa hayotingiz yaxshimi deb so'rasam, ha Yulduz, ishonasizmi deganlar. Turmush o'rtog'im duo qilib, o'sha siz bilan birga o'sha tahajjudda duo qilib so'raganimda, qanaqa so'ragan bo'lsam ishonasizmi deganlar. Bitta tuki ham boshqacha emas deganlarda. Alhamdulillah. Ya'ni tahajjud namozida qilingan duolar haqiqatda nishonga otilgan o'q kabi ekan. Faqatgina insonda ixlos bo'lish kerak, hali qat'iyat bo'lish kerak va Allohga to'laqonli taslimiyat bo'lish kerak. Ya'ni agar qalb ochiq bo'ladigan bo'lsa, Allohim duolarimizni ijobat qilar ekan. Agarki biz so'raganimizdagi bo'lmasa ham, biz so'raganimizdan-da afzal qilib, xayrli qilib, bizni o'sha narsaga rozi qilib berar ekan. Ya'ni biz so'raganimizdan ham zo'r qilib, biz agar deylik Snickers so'rasak, Alloh taolo plitka berar ekan. Plitka shokolad, ya'ni misol tariqasida bu albatta. Keyin bu voqeani aynan biz birga o'qigan kursdoshim bor edilar, o'rtog'im. Ularda turmush qurganiga o'sha vaqtlar 4-yil, ya'ni 5-yilga qarab ketayotgan vaqt edi va farzandsizlikdan qiynalardilar.
man bu voqeani ularga aytib berdim va shunaqa qarang, mana shunaqa qilib universitetga kirdim, tahajjud sababidan bo'ldi hammasi deb ularga aytib berdim. Ya'ni ustozimiz bilan bo'lgan, ya'ni ikkalamizni umumiy ustozimiz bo'lgandilar ular. Ingliz tili ustozimiz, ularga aytib bersam aytganlarki, qarang Yulduz, balkim Alloh siz orqali menga shu narsani yetkazayotgandir, balkim men ham tahajjud o'qishim kerakdir deb aytganlar va o'shandan keyin biz ko'rishmadik. Va aprel oyida ko'rishdik. Aprel oyida ko'rishganimizda, bu sentyabrda bo'layotgan voqea. Aprelda ko'rishdi, 7 oylik homila bilan kelganlar. Aytganlarki, Yulduz, o'shanda siz aytdingiz-ku shu narsani qiling, tilimdan istig'forni tushirmadim, tahajjudga imkon qadar turdim, ya'ni bardavom qilishga harakat qildim va Allohning qudrati bilan oktyabrda men homila ko'tardim deb aytib berganlar. Bunaqangi nimalar, ya'ni tajribada juda ham ko'p, tahajjud bilan hayotida juda katta o'zgarishlar bo'lgan insonlar juda ham ko'p. Bu narsa faqatgina meni o'qishim uchun emas, ya'ni tahajjud namozi meni faqatgina budjetga o'qishga kirishim uchun bir sabab bo'lmadi, balki turmushga chiqishim, turmushdan keyin 1 yil farzandsizlik bilan qiynaldim. 1 yildan keyin aynan tahajjud namozi bilan yana farzandli bo'lganim ham, bu ham tahajjudni sababidan Allohim ne'matlarni berdi. Turmushga chiqishdan oldin ham tahajjud o'qiganman. Ya'ni men Allohdan o'sha yil aynan turmushga chiqishimni ham bilmasdim. Magistraturam 1-kursni bitirishim arafasi o'qiy boshladim. Unda men 2-kursdan Toshkentda o'zimni uyimdan qatnab universitetga qatnaydirdim. Ya'ni otamning rejasida bor edi Toshkentdan uy olish. Men o'ylardim, otam agar oladigan bo'lsalar, men o'zim uyimdan qatnayman dedim va Allohdan shu narsani so'rardim. Va yana turmush o'rtog'im mamnaqa xislatlarga ega bo'lsin, mamnaqa bo'lsin deb duo qilardim. Shunday bo'ldiki, men 2-kursda oilaliman, turmushga chiqqanman va o'zimni uyimdan Toshkentdan qatnaganman. Ya'ni Allohdan o'sha tahajjud namozimda qanaqa juft so'ragan bo'lsam, o'sha ustozim aytganlari kabi bitta tuki ham boshqacha bo'lmagan bir inson bilan ne'matlantirdi. Buni turmushga chiqqanimdan keyin angladim, bildim. Men so'ragan inson, men duolarimda qilgan inson, ya'ni meni duoyim odam bo'lib kelganini men turmushga chiqqandan keyin angladim. Farzandli bo'lishim ham aynan tahajjud namozi bilan bog'liq. Aytganimdek, turmushga chiqqandan keyin 1 yil davomida menda farzand bo'lmadi. Buni sabablaridan bittasi menda o'sha buqoq kasalligi borligi uchun shifokorlar agar siz hali beri davolanmaydigan bo'lsangiz, sizda farzand bo'lmaydi deb aytishgandi. Davolanmadim demayman, men davolandim. Buqoq kasalligim uchun, ya'ni nimani yeyishim kerak bo'lsa yedim, nimani yemasligim kerak bo'lsa yemadim. Ya'ni u paytda nutritsiyologiya degan bir yo'nalishlar kam edi. 2021-yilda men bu narsani, ya'ni buqoq kasalligi borlar nima yeyish kerak, nimalardan o'zini tiyish kerak, bularni men Instagramda rossiyalik bitta doktor ayoldan o'rgangandim. Uni maslahatlari o'sha doimiy qo'yib boradigan informatsiyalari orqali keyin Google'ga ham yozib nima yeyish kerak, nima yemaslik kerak, mana shunaqa qilib aniqlab o'zim uchun bir ratsion tuzgandim. Menga bu narsa juda ham yordam bergan va 40 kunga belgilab, men 40 kun tahajjud namozi o'qiyman deb o'zimga ahd bilan harakatni boshlaganman. Devorimizga jadval tuzib, jadvalga har kunlikka turdim va mana uncha istig'for aytdim deb galochka qilib qo'yib borardim. Bu narsani o'sha jonli o'zim ko'rib, harakatlarimni ko'rishligim uchun. Alhamdulillah, tahajjudni tugatgan vaqtimdan keyin
analizlarimni topshirdim. Analizlarni topshirgandan keyin doktor ko'rib, bo'ldi, sizga hech qanaqa bir dori yozmayman, sizda hammasi joyida. Inshaalloh siz menimcha homilador bo'lib kelasiz shekilli deganlar. Haqiqatda 10 kundan keyin test qilsam menda homila chiqqan. Bu ham o'zi bir nima detalni aytib beradigan bo'lsam, juda ham bir anaqa nima desam ekan, uzun bo'lib ketadi. Agar men detalni qilib aytadigan bo'lsam, ya'ni men 1 yilgacha agar so'rasangiz tahajjud o'qidingizmi? Yo'q, 1 yil davomida men tahajjud o'qimaganman. Sababi yangi kelin bo'lgan vaqtim, ya'ni kelinlik mas'uliyati, oldingi hayot tarzimdan boshqa bir hayot tarziga o'tish, oilani mas'uliyatini olish, ya'ni menga odatiy bo'lmagan noodatiy hayotga o'tish. Mana shu bosqichlar bo'lganligi uchun tahajjud o'qishlikka o'zimda kuch topolmasdim. Lekin 1 yildan keyin men haqiqatda ona bo'lgim kelyapti, meni ham farzandim bo'lishini xohlayman degan meni qalbimda bir xohish istagi paydo bo'lgan. Shundan keyin men harakatni boshlaganman. Bir xilgilar aytishi mumkin, tahajjud o'qiyman deyman, lekin tura olmayman. O'sha vaqt bo'lganda men uxlab qolaman yoki tursam ham, lekin uyqu mendan ustun keladi, ya'ni meni mag'lub qiladi, men uxlab yuboraman deydi. Buni sababidan biri o'zimizni o'sha istayotgan narsamizga qarashligimiz, ya'ni haqiqatdan men shu narsani juda ham qattiq xohlayapmanmi? Ya'ni haqiqatdan men shu narsa uchun men harakat qilyapmanmi? Menga o'tdayam shu narsa muhimmi? Mana shu savolni berib ko'ring o'zingizga. Agar sizga haqiqatda muhim bo'ladigan bo'lsa, bu hayot mamot masalasi darajasida haqiqatda kerak bo'ladigan bo'lsa, siz turasiz. Chunki agar sizni soat 3 da samolyotingiz bor, uchib ketishingiz kerak deb aytiladigan bo'lsa, siz kerak bo'lsa uxlamasdan kutasiz o'sha vaqtda. Yoki o'tkazib yubormaysiz, budilnikda vaqtga qo'yasiz, o'sha budilnik to jiringlagungacha ham 100 marta uyg'onasiz, 100 marta soatga qaraysiz, budilnik mabodo o'chib qolmadimikin degan xavfda. Ya'ni chunki uchib ketishingiz kerak. Oldinda bitta maqsad bor. Siz o'sha turolmayapsizmi? Siz o'zingiz maqsadingizga qarang. Siz haqiqatda shu narsani xohlaysizmi? Agar siz haqiqatda xohlaydigan bo'lsangiz, bu narsani albatta qilasiz. Bugun sizlar bilan bo'lishmoqchi bo'lgan mana hayotimdagi hikoyalarim shulardan iborat edi. Hammasiga men birinchi qismiga detalni to'xtaldim, lekin ikkinchi, uchinchi qismini sizlarga qanday bo'lganini ustki jarayonlarini tasvirlab berdim. Lekin detalni to'xtamadim. Chunki agar detalni to'xtaydigan bo'lsam, video yana ham cho'zilib ketib qolishi mumkin. Balkim mavrida bo'ladigan bo'lsa, balkim so'rovlar bo'ladigan bo'lsa, balkim o'sha ikkita qismini ham detalni aytib berardirman. Video sizlarga manfaatli bo'ldi deb umid qilaman. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha Alloh panohida bo'linglar. Xayr.